Ba'zi insonlar 18 ming olamni yaratgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin deb duo qilishadi. Rostdan ham Alloh 18 mingta olamni yaratganmi? Endi 18 ming olam iborasi tafsirlarda uchraydi ko'proq, xususan Imom Suyuti rahimahullohni Durrul Mansur tafsirida ham keladi. Xo'p, bu lekin shuni aniq alohida bilib qo'yishligimiz, e'tibor qilib qo'yishligimiz kerakki, 18 ming olam haqida Qur'oni Karim oyatlarida yoki sahih hadislarda uchramaydi. Shuning uchun ham bu yerda ba'zi ulamolar 80 ming olam deydi. Ba'zilar yana undan ham ko'prog'ini aytadi. Lekin o'sha muhaqqiq ulamolar aytadiki, bu yerda adad, ayni adad e'tibor emas, balki Alloh taoloning yaratgan maxluqot va mavjudotlarini ko'pligidan bir kasratdan kinoya tarzida aytiladi bu ibora deydilar. Vallohu a'lam.